Mana chorvadorlar uchun lifehack. Kimni qo'yida, mollarda shunaqangi yelinida ishib ketadigan bo'lsa, hozir mana qo'ydi yelini, sigirni yelinidek bo'lib ketgan. Bu qo'yimizda hozir mastit kasalligi kelib chiqyapti. Mana yelindan zardob, yiring kelish holati kuzatilyapti. Qo'ylarda mastit kasalligi tuzalishi ozgina og'ir kechadi. Agar vaqtida davolanmasa, yelin brakka chiqadi, ko'r bo'lib qoladi. Oxiri bu yerdagi to'qimalar nekrozga uchrab, yelinni butunligicha olib tashlashga to'g'ri kelib qoladi. Bu holatda hozir davolash ishlarini olib boramiz. Maxi Stop preparatini yelin so'rg'ich orqali yuboramiz. Mana chorvadorlar uchun lifehack. Kimni qo'yida, mollarda shunaqangi yelinida ishib ketadigan bo'lsa, hozir issiq kunida shunaqangi balchiqda loyda surkash kerak. Chunki yelin juda ham qizigan holatda bo'ladi. Bunga hech qanaqangi mas surtasa, hech qanaqangi effekt bermasligi mumkin. Loyda surkasa, loy muzdek bo'ladi. Bu yerdagi qizib turgan yelinni muzlatishga, shishlarni qaytarishga yordam beradi.